uyga asfalt bostirib, ham 5 kvadratini bepulga, ya'ni bostirish imkoniyati mavjud. To'liq ma'lumotni Asrorbekdan olamiz. Asrorbek, yaxshimisiz? Suyimsiz? Asrorbek qanday qilib 5 kvadratni bepulga uyga bostirish imkoniyati mavjud? Hozir katta xonadonlarimizga aksiya qildik. 200 kvadratdan oshiq bo'lsa 5 kvadratdan pulini olmayapmiz. Bu bonus tariqasida bo'lyapti. 5 kvadrat bo'lsa 200 kvadratga pul to'lashadi bizga. Asrorbek, yana bitta bonus qilaylik, ya'ni Medpsoyni olib bersa, zastiya xizmatini ham bepul qilaylik shu obunachilarimizga. Siz obunachilaringizga bepul qilib beramiz. Xo'p, qanaqa bo'ladi? Bizni har xil joydan kuzatishadi, ya'ni Vodiy, Toshkent, vohadan kuzatishadi. Biz butun O'zbekiston bo'ylab asfalt qilib beramiz. Kelishilgan holatda ko'cha, xonadon tashkiloti hamma tomonlama shotlarimiz bor. Persisleniya, naqd hamma yo'nalishda ish qilaveramiz. Xo'p, 1 kvadrati xonadonga necha pulga tushyapti? 60 mingdan 75 minggacha bo'lyapti. Uzoq yaqiniga qarab turib narx o'zgaradi. Xo'p, ko'chalargacha? Ko'chalarga tonnasi 650 mingdan 750 mingga ham bosdik. Endi kelishilgan holatda u Xo'jobod yoki Nanay tomonlarga narx o'zgardi. Narx o'zgaradi. Do'stlar, bu aytilayotgan narxlar, ya'ni Vodiy bo'ylab bo'ladi. Vodiydan tashqari albatta kelishilgan holatda bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'lsa, 1 yil asfaltimizga garantiya berishadi. Agar yorilib, cho'lmay bo'lib qoladigan bo'lsa, akalarimiz bepul yoqib berar ekan. Zakaz berish uchun, to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi podrobniy tugmasini bossangiz, akalarimiz to'liq ma'lumotni berishadi. Yoki quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing.